Farzandimizdan birorta qori chiqarishlik uchun qasd harakat qilishimiz kerak. Boshqa bir hadislarda Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytadilarki, bu Sahih Muslimdagi rivoyat, qiyomat kunida ba'zi farzandlar otasining boshiga nurdan bo'lgan izzat tojini kiydiradi. Butun xaloyiq yig'iladi, katta maydon. Va butun xaloyiq bitta ekranga qarab turadi, qo'shtirnoq ichida. Hamma bir kishining hisobi bo'lsa, o'shanga qarab turadi. Odam alayhissalomdan qiyomatgacha kelgan odamlarning ichida izzat tojini kiyishni xohlaysizmi? O'g'lingizni qori qiling. Qori qiling o'g'lingizni. O'g'lingiz qori bo'lsa, u izzat tojini, azizlik, qudrat tojini kiydiradi. O tojga hatto shahidlar havas qiladi. Men deydi o'g'limni qori qilsam bo'lar ekan.